Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizda Bobur arenasidan to'g'ridan kirganingizda birinchi 20-domni 4-qavati korxona 2 xona qilingan xonadan sotuvda. Bu tomonimiz esa bozorchadan kelish. Ichki holatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Biroz ichki holati bilan tanishadigan bo'lsak, kirganingizda bizni to'liq qarshi oladi. Adres eshigini ham yangi qo'yib qo'ygan ekan. Kirganimizda to'g'rida kattalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin. O'ng qo'lda esa sanuzin. O'ng tomonda xonamiz esa zal hisoblanadi, mehmonxona. Chiqqanimiz esa balkon, kuxnya qilingan ekan. Balkondan qaraganimizda esa bu tomonimiz marsh tomondan kirish, bu tomonimiz esa bozorchadan kirish. Oynalari aktiv holatda ekan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib biz nomerini qoldiramiz. Baraka qilib olsanglar xursand bo'lamiz.